Sardoba tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda Giler nomidagi Respublika san'at maktabi ijodkorlari tomonidan xayriya konserti tashkil etildi. Muxbirimizning hozirgi lavhasida ayni mavzuda so'z boradi. San'at qalbni tarbiyalovchi, ruhni yuksaltiruvchi kuchdir. U inson tuyg'ularini ifoda etadi, yuraklarga iliqlik baxsh etadi va jamiyatda madaniy-ma'naviy muhitni boyitadi. Ayniqsa, yosh avlod qalbida san'atga mehr uyg'otish, ularni estetik tarbiyalashda bunday tashabbuslarning o'rni beqiyos. 15 aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan Giler nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi jamoasi tomonidan Sardoba tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda xayriya konserti tashkil etildi. Tadbir davomida maktabning iqtidorli o'quvchilari klassik va zamonaviy musiqa asarlarini jonli ijro etdilar. Xursand bo'ldikki, konsert dasturimiz juda ham jozibali o'tdi. O'quvchilarimiz ichida yaqindagina Ozarbayjon davlatining Baku shahrida bo'lib o'tgan xalqaro tanlovlar g'oliblari, Grand Prix sohiblarini ham olib keldik konsertga. Kelishimizdan maqsad shunday iqtidorli, qobiliyatli bolalarimizni Giler maktabiga jalb etish. O'quvchilarning sahnadagi ishonchli chiqishlari, mahorat ijrolari tomoshabinlar, maktab jamoasi, o'quvchilar va mehmonlar tomonidan iliq kutib olindi. Albatta, bu ijodkor o'quvchilar 20 dan ortiq davlatlarda bunday konsertlarni namoyish etib kelgan. Giler nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyida o'z faoliyatimni olib boraman. Chang mutaxassisligi bo'yicha nafaqat respublika miqyosida, balki butun dunyo, xalqaro, yaqinda bahor oylarida bo'lib o'tgan Turkiyadagi festivallarda, konservatoriyada bo'lib o'tgan festivallarda o'zimiz o'quvchilarimiz eng yuqori Grand Prix'ga ega bo'lishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Tadbirda so'z olganlar san'atning yoshlar hayotidagi o'rni va bunday tashabbuslarning davomiy bo'lishi zarurligi haqida fikr bildirishdi. Quvonarlisi, maktab o'quvchilari orasida sardobalik yoshlar ham bor. Telegram tarmoqlarida saksofonni ko'rib qolib, buvijonimga aytdim va buvijonim meni Giler ixtisoslashtirilgan musiqa maktabiga olib bordi. Giler maktabiga kirdim. 1 yildan beri shu saksofon bilan pianinodan o'qib olib kelmoqdaman. Kelajakdagi maqsadim O'zbekiston yurtimizda tanitish. Xayriya konserti bolalar qalbiga quvonch, yuraklarga iliqlik olib keldi. Bunday tashabbuslar yosh avlodni san'atga oshno qilish, ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.